Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Instagram, Facebook, Telegram, YouTube kuzatuvchilari zakaz qilingan eshiklarimizni olib kelib o'rnatdik mana, xudo xolasa. Xo'p, bularni ligirovka qilib tayyorlab qo'yganmiz. Materiallarimizga keladigan bo'lsak, neobreznoi sosnadan bo'ladi. Quruq sifatlari yaxshi. Oynalarni ham qo'yib qo'ydik. Rangi keladigan bo'lsak, ranglari korishnoy, oynaniki ham korishnoy bo'lgan. Zamonlarimiz yaxshi, xudo xolasa. Ligirovkani qilib qo'yganmiz qimmat zamonlardan. Bu yerga mana bitta, ikkita jam bo'lib 5 ta eshik hamda 5 ta deraza qilib tayyorlaganmiz. O'rnatib qo'ydik. Hop, mana deraza keladigan bo'lsak, razmerlari 1.40 bo'lgan ekan. Eni standart razmerda, bo'yi faqat sal pastroq ekan. Koronalar ham o'rtacha bo'lgan. Ishlarimiz xudo xolasa tayyorlab ligirovkalarni qilib qo'ydik. Narxlar keladigan bo'lsak, eshiklarimiz kvadratini 1.200 ming so'mdan qilib beramiz. Oshiq, zamok, lak, oyna, yetkazib berish xizmatlari ichida. Yetkazib berish dastavkasi faqat vodiy bo'ylab Toshkentdan u yoqqa kelishuv asosida bo'ladi. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqa olasizlar. Bu ishlarimizni Izboskan tumani Mayir qishlog'iga o'rnatganmiz. Kuzatishda davom etsanglar, xudo xolasa qolgan eshik derazalarni tayyorlab, darvoza ham qilamiz. Buni ham bir aytib o'tamiz. Darvozalarni har xil posonliklarni qilib beraveramiz. Hop, mana orqa ko'rinishini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Hop, mana derazamiz. Bu eshik ko'rinishi. Eshik derazamizning oldi orqa farqisi yo'q. Butog'ini kamroq qilib, yog'ochlarni parlab tozasidan ishlatib tayyorlab beramiz. Robotlarni ham bir obzorlarini ko'rsatamiz endi keyingi videolarimizda, xudo xolasa. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqa olasizlar. Talablar qarab tayyorlab beraveramiz. Eshiklarni posonlik, oddiy, reykalik farqisi yo'q. Nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar.